Ana bizni boylarimiz tanimasak tanib qo'ying. Ana turgan novush yigit bor-ku, ha. 100 gektar yeri bor. G'o'zipay sotdi bu yil. 25 ming va g'o'zipay sotdi aka dedi. Bular g'o'zipayni puliga bitib ketdi joy aka dedi. Ana keyingi chiqqan odam bor-ku dedi. Ha, desam bu odam 50 ming va g'o'zipay sotdi dedi. Yo'q desam, ha, bu 50 ming va. Ana o'rtada turgani kim desam, bu qamaschi bu. Bulardan 500 so'mdan bir bog'ini oladi-da, o'sha bir bog'ini 2 bog' qilib bo'lib sotadigan o'sha bo'ladi. Buni ikkovidan ham puli ko'p dedi. Faqat bildirmaydi bu bolalar, o'sha pishib oladi dedi. Ana bizni boylarimiz tanimasak tanib qo'ying. Ana turgan novush yigit bor-ku, ha. 100 gektar yeri bor. G'o'zipay sotdi bu yil. 25 ming va g'o'zipay sotdi aka dedi. Bular g'o'zipayni puliga bitib ketdi joy aka dedi. Ana keyingi chiqqan odam bor-ku dedi. Ha, desam bu odam 50 ming va g'o'zipay sotdi dedi. Yo'q desam, ha, bu 50 ming va. Ana o'rtada turgani kim desam, bu qamaschi bu. Bulardan 500 so'mdan bir bog'ini oladi-da, o'sha bir bog'ini 2 bog' qilib bo'lib sotadigan o'sha bo'ladi. Buni ikkovidan ham puli ko'p dedi. Faqat bildirmaydi bu bolalar, o'sha pishib oladi dedi. Mana bizni boylarimiz tanimasak tanib qo'ying. Ana turgan novush yigit bor-ku, ha. 100